Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi yerlerdeki Şarkı Türkistanlık qarindoshlarimiz küçükkendan beri Tayland'daki 13 yıldan beri sulaqlıq qarindoshlarimizni Xitoyga topshirdi ekan degan xabarni angladik. Hammamizning qalbi tabii üzüldü, hammamizning ko'ngli yerim bu kunlarda. Shuning uchun bugun biz bu Taylandningki rasmiy konsuli yo'qkan İstanbul'da faxriy konsulni oldiga chiqdik. Bir dilekçe topşıraylı, bir iltimas topşıraylı, hem taleplerimizni yetkizishga tirishayli degan maqsadda bu yerga chiqdik. Hammamiz bilgandek 2016'da Tayland yani 180 dak qarindoshimizni Xitoyga topshirgan. Ularning aqibatining nima bo'lganligini hozirga qadar biz bilmaymiz. Neçisi ölüp ketdi, turmalarda nurg'unlar şu hala bugün kadar turmada. Qep qalgan 48-50 dak adam var hazır Tayland'da. Bularni topshirish ehtimoligi var. Shuning uchun bütün dünyadaki qo'lidan nima ish kelsa, qiladigan ishni bütün dünyanın her qaysi ülkelerde, her qaysi davlatdagi Turkistonlik qarindoshlarimizningki mush hafta tirishchanlik qilishini umid qilamiz, talab qilamiz. Tashkilotlar qo'ldan kelganini qilyotdi inshaalloh. Alloh ularga texmi yaxshi ishlarni qilishga muvaffaq qilsin. Mayli tashkilot bo'lsin, Turkiyadagi tashkilotlar, Yevropa, Amerikadagi tashkilotlar, bularni qo'ldan kelgan tirishchanlikni bütün kuchi bilan qilishi lozim va shundaqli xalqimizmi tashkilotlarga tashlab qo'yib, tashkilotlar qilyotdi ishni deb karvonmay o'zining ishi bilan bo'lmasdan har bir turkistonlik o'zining bir kishilik mas'uliyatini ado qilishi, Allah'ın aldığı bağa vakitte Allah ben qo'limdan mush ish kelibdi, shuni qildim deyilishi lazım. Shuning uchun bütün xalqimizdan Tayland konsuli bar davlatlarda, bar rayonlarda o'zining bunga bo'lgan noroziligi, qarshiligini ifodalashi, talablarini ularga sunishi, dunyodagi har qaysi inson haqlari tashkilotlari va boshqa davlatlarga bu haqda cho'qim ma'lumot yetkazishi, Tayland hukumatiga besim qilish orqali Xitoyga topshirish ehtimolligi bo'lgan bu qarindoshlarimizninki Xitoyga topshirilmasligi uchun har odam, har turkistonlik o'zining qo'lidan keladigan tirishchanlikni qilishi, bir turkistonlikning musulmon bo'lishi e'tibori bilan bir vojib farz ish. Agar dindan uzoq bo'lgan taqdirda shu bir millat bo'lishi bilan bu bir milliy burchi, mas'uliyati. Shuning uchun har odam, har turkistonlik o'zininki tirishchanligini qilish lozim. Alloh hammamizni bu yo'lda mustahkam qilsin. Bu yo'ldan bush qilishdan Alloh o'z panohida saqlasin. Amin.